Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz operatsiyaga foto bilan shug'ullanayotgan akalar polni qizitadi. Ingichka mana bunaqalarni yangilardan bor ekan sovet. 600 minggacha, 400 mingdan 300 minggacha. Mana bu urgan bor ekan. Shunday bunaqasi xarab bo'lib qolgan endi. Artkizish kerak. 1 million 190 necha pul ekan bu? 220 ming so'm. Mana bular 190 ming so'mda. 190 mingdan. Mana bu 160, 500 ming. 600 ming. Nimaga qimmat bu? Juda eskimi? Endi yo'q, tushunadigan odami bor, yili eski buni. Ha, yili eski. 600 ming ekan. Bu samodelni yasalgan ekanda, yaxshi material. Yo'q. Hammasini rasmga olib ko'rsatib bering bolalar. Bilazdan. Mashki shunday. Necha pul bu mana? Bir boshdan ketaverik. Bu 100 dollar bo'lar ekan. Assalomu alaykum do'stlar, kanalim a'zolari. Kanalimga xush kelibsizlar. Men hozir Yangiobod Baraxolkaga keldim. Xudo xolasa shu narsalarni narxlarigacha, kerakli buyumlarni narxlarigacha kim kim bo'lsa zapchasmi, nima kerak bo'lsa mana shu akamizda bor ekan. Hozir syomkasini qilamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa kerakli buyumlarni chiqarib boramiz. Like bosib qo'yasizlar. Videolarni ko'rib olasizlar. Biz video rolikni boshlaganimda like'larni bosib qo'yasizlar. Mana bunaqa projektorlar bor ekan, dekoratsiyaga foto bilan shug'ullanayotgan akalar, klip bilan shug'ullanayotgan akalarga shunaqa projektor bor ekan. Shu eski sovetskiy. Bu yaxshi nur tushirib berar ekan, shu ko'zni olmaydi ekan. Chiroqlarni olib qo'yibdi. Turidan bor ekan. Nivellar. Ularning narxi kattalari 1 million 100 dan ekan. 800 ming, 700 mingdan ekan. Mana bunaqa oyoqlari bor ekan. Keyin mana bunaqa eski, juda ham eski ekan. Antikvar ham bo'laveradi o'sha. Rassomlar uchun o'tirib rasm chizadigan stol deyman, mana bunaqa postavka deyman. Shunaqa ham chiqibdi. Buni narxi hozir narxini aytamiz. Nima sotuvchi ketib qolibdi. Ungacha men narxini so'raganlarimni ko'rsatib boraman. Mana bunaqa sovetskiy ketmonlar, sovetskiy lopatkalar, sovetskiy grabelkalar, sovetskiy payatniklar turlaridan bor ekan. Kim xohlagani so'rasa bor ekan. Mana bunaqa poltaga o'xshagan polni qizitadi. Ingichka mana bunaqalarni yangilardan bor ekan sovetskiy. Turlaridan bor ekan. Bularning narxi 500 mingdan 100 dollargacha ekan. 1 million 200 ming 300 minggacha ekan. Holatiga qarab, yangi ishlatilmaganlari bor ekan. Keyin bunaqa taqqichilar. Yaxshilari bor ekan. 500 mingdan 600 minggacha. 400 mingdan 300 minggacha. Mana bu urgan bor ekan. Shunday bunaqasi xarab bo'lib qolgan endi. Artkizish kerak. 1 million 200 ming narxi bor, narxini tushib berar ekan. Mana 500 ming, 800 ming, mana 500 ming. Taqqichilar 300 ming. Mana bu 500 ming, mana bu 600 ming. Har xil holatiga qarab ekan. Mana sovetskiy molotoklar. Yumshoq rezinoviy, almashtirsa ham bo'laveradi. Mana bunaqa serkullar. Panshaxlar hozir egasi kelsa narxlarni sekin ko'rsatib boramiz. Новая технология алмазной набления капель. Это компас. Сколько стоит? Компас chiqibdi anaqa eski. Два угломера там. Вот так урвем будет, да, вот так, если вот так положить. Вот один угломер, а вот второй угломер. Все. Кнопку вот нажимаешь, вот.
Спустился. Это для склона, а это для падения пород. Это горный компас. Это стопор. Вот сниму стопор. Вот. Все. Все рабочее состояние, да? Вот смотри, вот. И вот он угломер, видишь? Вот. А это стрелка магнитная. 70 ming. 70 ming ekan. Поставлю. Чтобы не болталось, здесь классовый глазок. И сколько сказал вот это, я забыл. 400 он сказал. 400. 400 ming rubl. Ha, 400 ming so'm. Adashib ketyapman rublga. Uzroman. Ular 50 ming dedimi? Посадишь 50 тысяч, да? Это 50, да. 50 ming so'm. Xatolar uchun uzroman. Это Китай. Bu Kitay ekan, arzonroq. Mana bunaqa to'kilib chekkanmi? Shunaqa narsa deyotgan. Shu elektriklar o'zi tushunadi. Yangilari ham bor ekan. Mana bunaqa korobkada. Hozir narxini bilamiz buni. Гуляет он, нет его. Нет. Keyin kimga kerak bo'lsa mana bunaqa motorlar, kranlar katta. Mana bunaqa yana projektorlar, rasmlar uchun. Rasm olgani yoki klip olgani, anaqa turli xildan bor ekan, sovetskiy. Mana bunaqa oyoqlari bor ekan, video kameralarga. Bunaqa qisaydigan, metal qisaydiganlar bor ekan. Akada hamma yo'q bor ekan, sovetskiy lapatkilar. Randalar, mana bunaqa yangi. Mana bunaqa o'roqlar o'tirgani. Arralarni ham turlaridan bor ekan. Bunaqa temir sekinlar kichkinalardan bor ekan. Boltalar taklanyapti. Sovetskiy deysizmi, kitayskiy deysizmi, kattami, kichkinami, kuluchlar. Egovlarni ham mana bunaqa. Katta-yu kichkina. Hamma narsadan bor ekan. Mana narxini bilamiz, 1.600.000 ekan. Hali ko'rsatgan nima? O'sha eski sovetskiy stolchik. Lapatkilar, kuraklar narxlari. Bu sovetskiy, ha? Ha. 1980. Nech pul ekan bu? Bu 220 ming so'm. Mana bular 190 ming so'mda. 190 mingdan, ha? Mana bu 160. 160. 160 dan, ha? Ha. Bularda Işte 45 mingdan 130 minggacha bor. Ha, bular. Paskashlar. Endi bir kelamiz. Bu nimalar nech pul? Projektorlar. Bular 1 million 200, 700 ming so'm. 1,5 million o'ziga qarabda endi. O'ziga qarab, ha? Tanlovga qarab. Assortiment. Arra nech pul kattalar? Arra 450 ming so'm bor. 450 ming. Lapatkilar bor ekan yana ag'da, ha? Lapatkalardan bor, zapasi bor. Bu nimalar nech pul? Bular 350 mingdan boshlanadi, 1 million 200 minggacha bor. Ketaveradi. Holatiga qarab. Dvigatellar ham bor ekan, ha? Dvigatel motorlar. Ha, ha. Turidan bor ekan mana. Nech pul bo'lar mana katta kichigi? Bir xil nasos. Ana misol motorni o'zi Ha, motorni. 250 ming so'm. 250 ming. Bu tashkiliga moslangan. Ha, o'tkazilgan. Narxi 750 ming so'm. 750 ming so'm. Reduktorligi bu. Reduktorligi. Bularga sho'chchi sho'chchi. qanaqa emas. Bu oyoqlar nech pul mana? So'raganlar bor edi mana shuni. Bu yog'ochga 400 ming so'm, betonniki yengisi 1 million 300 ming so'm, рабочий 500, 750. 750 ga. Remellar alohida 180 ming so'mdan, 130 ming so'mdan рабочий. Xullas komplet qilib beraverasiz, ha? Ha, Kelsa hamma yo'q, belbog'i-yu, hamma yo'g'ini. Mana hozir chaqirib qoldi aka, juda band o'zi. Bir minutga qarab oling dedim. Sotuvchilarga xullas nima kerak bo'lsa mana shu yerda aytaverasizlar. Mana sovetskiy boltalardan 300 ming. aha. O'sha go'sht bo'lgan, ha, bo'laveradi kattagina. 500 ming. 600 ming. Nimaga qimmat bu? Juda eskimi? Endi yo'q, o'zi tushunadigan odami bor, yili eski buni, ha. Ha, yili eski. 600 ming ekan bu. Mana 400 ming ekan. Mana 300 ming ekan. O'sha pechadi bor. Sinoqmas. Zapchastlar, kirallar kimga kerak bo'lsa. Bek mana bunaqasi ham bor, ovchilar uchun qiziqtirsa. Охотничda. Охотник ham. 600 ming ekan. Bu samadan yasalgan ekanda, yaxshi material. Yo'q. Hammasini rasmga olib ko'rsatib bering bolalarga. Ha, pechadi bor ekan. To'rsim turgan bir paytda.
Ha, sovetskiy ekan. Ha, bizda unaqa narsa yo'q. Ekan. Hali rullarni bitta ko'rsating endi ustakalarga. Hali antikvar rullardan. Mana shu shunday. Nech pul bu mana bir boshdan ketaverik. Bu $100 bo'lar ekan. $100 ha? Kattasi bor $150. Mana $100 bo'lar ekan. Lay bosib turasizlar, xudo xolasa ko'rsatib boraman. Bu $150 ha. Ammo yangi ekan ha. Ko'pchilik so'raganda mana shu ablisopkachi akalar. 150 ga. Bu. Sal arzonroqlari ham bor ekan tashqarida. 1 million ishlatilgan. Ana ishlaydi, u ham yaxshi holati, to'g'ri, tekizligi. Iloji bo'lsa Shunga joy. Kivalda nech pul aka? bu 500 ming so'm, 6 kilolik. Bu ham sovet pechatlari bor ekan, 6 kilolik yozib qo'yibdi. 500 ming ekan kivaldalar. O'tkillagan toshlar mana bunaqa. Turidan nima desangiz bor ekanda aka. Molotoflar turidan. Kelaverasizlar. 10 ming xil mayda chuyda. Shunaqa 10 ming xil. Xullas, matapilalardan to'g'sa bo'ladimi sizda? Chiqib qoladimi? Daraxt kesadiganmi? Ha. Eskilar bo'ladi-yu. Benzinda ishlaydiganmi? Benzin ha, eski. Shundan ham chiqib qoladi sizga. Shu drujba degan ekan, shu motor ekan emasanga o'sha matapila ekan. Eskisidan shu ushlab udobnida kesgani. Shu terak kesikkanlarga. Qancha deysiz pulini shuni? $150 ekan. Ishlaydi, yaxshi. Ha, bo'ldi, ishlaydi ekan. Aytaverasizlar akalar. Aytsalar manzilda beraman, kelaverasizlar. Telefon nomer bermayapti aka. Telefon bilan band bo'lib qolaman deyapti. Bitta sotuvchilar yo telefonda o'tirish kerak yo sotish kerak deb bermadi. O'zingiz bilan aloqaga chiqaverdi. Xullas Yangiobodda, eski bozorda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib qo'ysizlar. Hammalarga rahmat.